Hammalarga shunaqa salafanlarni shilib, yangi mashinalar sotib olish nasib qilsin. Xullas, bu mashinamiz Shinerai X30L modeli hisoblanadi. Kimlar uchun bu mashina? Bu mashinamiz Turk kompaniyasi bor, o'zining shaxsiy biznesi bor, shaxsiy bog'chasi, maktabi, Xitoy delegatsiyalar bilan birga ishlaydigan odamlar uchun bu ayni muddao mashina. Bu model milliy brend hisoblanib, O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Sidinamiz tagida ko'rib turganingizda 1,5 litrli atmosferniy Donus motor yotibdi. Bu model gazli model hisoblanadi. Buni benzinligi ham bor. Salonga kiradigan bo'lsa, gidravlikali rul, analogli tablo, sensor monitor, konditsioner oldiga ham, orqaga ham alohida ishlaydi. Salonimizning orqa tarafiga keladigan bo'lsa, 11 kishi yayrab ketadigan katta joyimiz bor. Orqa qismiga keladigan bo'lsa, zadniy kamera va parktroniklar joylashgan. Voy, bagaji yo'q ekan-u, deb shoshilmang. Agar sizga bagaj kerak bo'ladigan bo'lsa, orqa qator yig'ishtirib tashsangiz, katta bagaj bo'ladi. Agar ushbu modelimiz sizni qiziqtirgan bo'lsa, Shinerai SVM avtosaloniga tashrif buyurib, bemalol ko'rsangiz bo'ladi va pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.